Ichan qal'a O'zbekistonning eng diqqatga sazovor maskanlaridan biri hisoblanadi. Majmuada sayyohlarni o'ziga jalb qiladigan 58 ta madaniy meros obyekti va arxeologik yodgorliklar, 28 dan ortiq ekspozitsiya, 56.670 ta tarixiy eksponat va ashyolar, 174 ta hunarmandchilik do'konlari mavjud. 2024-yilda Ichan qal'aga 1 millionga yaqin xorijiy va 3,5 million nafarga yaqin mahalliy sayyohlar kelgan bo'lsa, 2025-yil yakuniga qadar 2 million nafar xorijiy va qariyb 5 million nafarga yaqin mahalliy sayyohlar tashrif buyurishi kutilmoqda. Ichan qal'aga yondosh va o'xshash bo'lgan Deshon qal'a. Bugungi kunda ushbu manzilni ham sayyohlik obyektiga aylantirish maqsad qilingan. Umumiy uzunligi 6200 metr bo'lgan qal'a devorining afsuski hozirda 2000 metr qismi butunlay yo'qolib ketgan, 2500 metr qismi esa yaroqsiz holga kelgan. Qolaversa, noqonuniy qurilishlar olib borilishi natijasida Deshon qal'a devori atrofida yurish uchun umuman maydon qolmagan. Tarixiy yodgorlikni saqlab qolish maqsadida Xiva shahrining Shixlar mahallasidagi 55 ta turar va noturar obyektlarni boshqa hududlarga ko'chirish belgilangan. Ularning o'rnida esa yashil maydonlar va yashil bog'lar barpo qilish, daraxt ekish, obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish ishlarini olib borish ko'zda tutilgan. Qolaversa, Deshon qal'a devori milliy andozalar asosida qayta tiklanib, eski holatiga qaytariladi va atrofida 1,5-2 metrga yaqin yerda yo'laklar ochiladi. Shuningdek, ushbu hududga tutash bo'lgan Shixlar va Angariq mahallalarida zamonaviy sayyohlik majmuasi ham barpo etiladi. Bunday chora-tadbirlar nafaqat Deshon qal'ani saqlab qolish, balki uning turizm salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi.